bosib olgan bo'lardilar. Xo'p, bular oldi faralariga bitta e'tibor berib ko'rib olaylik. Xo'p, endi bular xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, xo'p, birinchi turamiz. Bular juda zo'r bo'ladi. Keyin oldiga orqaga yuradi. 3 ta skor, parkovka rejim, oldilari jistik tormozli bo'ladi, orqasi trosli, keyin avarenga, fonar, поворот, signal, bu yerda dvorniylari ham bor. Qo'shimcha pult kalitlari bo'ladi. Zapaslari bilan. Xo'p, mo'g'al elementlari o'zgarib yonib turadi. Tepasida ham projektorlari bor. Orqada bitta zapas baloni bo'ladi. Bu yerda ruchnoy tormozlari ham bo'ladi. Xo'p, bular narxiga keladigan bo'lsak, 12,5 million bo'ladi. Bu yonida salafansiz narxi 1 million arzon bo'ladi. Xo'p, keyingi ham bu shunaqa skuter, bir xil skuter. Xo'p, bu skuterimiz bo'ladigan bo'lsa, endi bu skuterning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, xo'p, orqa kameralari bor. Mana yerda orqa kameralarni ko'rsatib turadi. Parkovka rejimlari, 3 ta skorlari, oldi jistik tormoz, orqaga yuradi, danniy blижний, поворот, signal, qo'shimcha pult va kalitlari, oyoq tormoz, bu yerda dvorniy, bu yerda Type-C, sim suhbat va telefonlarni zaryad qilsangiz ham bo'laveradi. Bu yerda ruchnoy tormozlari ham bor. Keyin buni bitta narsasi, sizning oldiga orqaga jiladi, ham bemalol charchaganda bunday yotasizlarda uxlab bemalol o'tirilaveradi. Xo'p. Endi narxiga keladigan bo'lsak, 12,5 million bo'ladi. Salafansiz 500 ming so'm arzon. Xo'p, endi keyingi skuterimizga keladigan bo'lsak, xo'p, uchta skorlari, fonarlari, oldiga orqaga yuradi. Keyin oldi jistik tormoz, avarengalari bor, danniy blижний, поворотлari bor, parkovka rejim, signallari, keyin dvorniy, mekan xuddi shunaqa 100 so'm suqib, bemalol telefonlaringizga suqib ketaverasizlar. Oyoq tormozlari bor, ruchnoy tormozlari ham yonida bor. Ikkita yonida bakovlar. Keyin bu skuterimizni narxiga keladigan bo'lsak, 12,5 million bo'ladi. Salafansiz 1 million arzon. Xo'p, endi kimga shunaqa skuterlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, o'zingizga